O'zini tanlash bu juda ham oddiy eshitiladi. İnsanlar o'zini tanlash tushunchasini hamma o'zicha tushunishi mumkin. Chunki men o'zini tanlash bo'yicha men o'ylaganman, 10 yil oldin ham men hamma vaziyatda o'zimni tanlayapman deb. Lekin inson o'zini qay darajada tanlayotganini tushunib yetadi qachonki oldingi holati bilan hozirgi holatini solishtirganda. Masalan, menda shunaqa. Men avvallari o'ylardim, o'zim xohlagan o'qishga kirsam, demak o'zimni tanlayapman. O'zim xohlagan kiyimni olib kiysam, demak men o'zimni tanlayapman. Yoki yoqtirgan taomimni iste'mol qilsam, demak men o'zimni tanlayapman. Men o'zimni yaxshi ko'raman deb o'ylardim. Lekin hozirgi holatimda men o'zini tanlash tushunchasi bo'yicha juda ham chuqur tushunchaga egaman deb o'ylayman. O'zini tanlash men uchun bu shunaqaki, qachonki siz istalgan o'zingizni ichingizdagi tuyg'ularingizga vafoli bo'lsangiz. Agar sizda shu kabi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, izohlarda yashayman so'zini yozib qoldiring. Men sizni o'zimni yopiq klubimga qo'shaman va klubda sizga nevroz, tashvishli holat, vahima va vahima xurujlaridan xalos bo'lish bo'yicha, depressiya bo'yicha eng yaxshi yechim va sir asrorlarini o'rgataman.